Insult to'satdan bo'lmaydi. Ko'pincha organizm u haqda oldindan signal beradi. Bugun doktor Ilhomjon sizga insultdan oldingi 5 ta muhim belgi haqida ma'lumot berib o'tadi. Birinchi belgi yuzning bir tomonlama o'sib qolishi. Ayniqsa, tabassum qilganda yuzning bir taraflama qiyshayib qolishi bu insultning asosiy eng birinchi belgilaridan biri. Ikkinchi belgi qo'l yoki oyoqning bir tomonlama uyushishi yoki qo'l yoki oyoqlarda holsizlik bo'lishi. Agarda bu tananing yarim qismida bo'lsa, bu juda ham hayot uchun xavfli holatlardan biri bo'lishi mumkin. Uchinchi belgi bu boshda kuchli to'satdan avval bo'lmagan va chidab bo'lmaydigan og'riqning bo'lishi. To'rtinchi asosiy belgisi bu nutqning buzilishi, ya'ni inson gapirayotganda g'o'ldirab gapirishi yoki uning nutqiga atrofdagilarning tushunmasligi. Beshinchi asosiy belgisi bu to'satdan ko'rishning bir tomonlama yoki ikki tomonlama pasayishi. Agar sizda mana shunday belgilardan birortasi kuzatilsa, bu oddiy holat emas. Uyda qolmang, shifokorga murojaat qiling yoki tez tibbiy yordam chaqiring.